Assalomu alaykum, Jalolobod shahri. Men turgan yerim Bereke bozor. Sultan Soda Borboru. Buljakda Kanikey. Sultan Soda Borboru'nun birinchi etajında Kilem Meken degan magazin. Kilem Meken degan gilam magazin var. Bu yerda susuzluklar, marojna, Umid Soda Borboru. Bizde şu yerda gilamlar var, hozir ko'rsatam. Kirganda kavralinlar, palastar, gilam daroshkalar, har qanday razmerlar. Misol uchun, 1 metrlik shirinasi 120lik, 1 metrlik shirinasi 750 so'm. Bunday palastar var. Aslında bundan da kigiz bo'lgan palastar 400 so'mdan beramiz. 2,5 metrlik palastar. Astdan quyqumi tushmay turgan asti kigiz bo'ladi. Bular 900 dan beramiz. Asti rezinoviy palastar var, qalin palastar var. So'rab bilgani nomer ham qoldiramiz. Bu yerda shulkam ham ishlaydi. Razmerlari var. Shunday bo'lgan qalin kavralinlar ham bor. Buni tustori ham bor. Salomat bo'ling, kelingiz. Yaxshimi? Yaxshi, shukr, ishlatamiz. Mahmud elim. Mahmudmi? Havoyicha. Kelingiz. Havoyicha, esladim. Gilam daroshkalar bor. Kelib so'rab bilsangizlar bo'ladi. Hozir telefon nomer qoldiramiz. Baylanishga chiqsangizlar bo'ladi. Buljakda novinka gilamlar kelgan, daha bir obzor qilib chiqarib qo'yam.